Salom. Biz Nigora opa bilan shogirdlik kurslarida o'qiyapmiz. Ularga chin ko'ngildan minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Ular bizga sir-sinoatlarni bolalar bilan qanaqa qilib ishlashni, hamma diagnosli bolalar bilan qanaqa qilib ishlashni o'rgatyapti. Shogirdlik kurslariga kelib, o'zimga umuman qorong'u bo'lgan mavzularda, ya'ni diagnozli bolalar bilan qanaqa ishlash, ularni to'g'ri massaj qilish, shularni hammasini o'rgandim va o'zimni birga ishlayotgan bolalarimda natijaga chiqishimda menga eng katta turtki bo'lgan narsa mana shu aynan Nigora opamning shogirdlik kurslari hisoblanadi. Men Nigora Dunyonbuvani Instagramda kuzatib borib, shogirdlik kurslariga yozildim va o'qishni boshladim. Bulardan ancha narsa ololman, lekin dars o'tishlari yoqdi. Ayniqsa duduqlanish diagnozini juda chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Men o'zim shundan qoniqdim. Hali Xudo xohlasa o'qishimiz davom etyapti. Menga bu kursni, bu shogirdlik kursi yoqqanini joylari yana amaliyotda ham ancha narsalarni o'rganyapmiz. Men xursandman shularga kelib o'qiyotganimdan.